Assalomu alaykum. Bu safargi manzilimiz Samarqand viloyati Jomboy shaharchasi, Jomboy tumani M39 yo'l bo'yida. Yon atrofda benzin, propan, metan zapravkalar mavjud. Bu tomonimiz Toshkent viloyatlaridan kirib kelish tomonlari. Bu tomonimiz Surxondaryo, Xorazm, Qashqadaryo tomonlaridan kelish tomoni. Yo'lning bu tomoni Jomboy shaharchasi ichkari mahalliy aholi yashash tomonlari. Ugulovoyda joyimiz. Bu tomondan ham ko'rinishi mavjud. Faqat o'rta ichkari qismi 15 kvadrat kofe tayyorlashga olingan. Bu tomonidan ko'rgazma uchun. Bu tomonimizdan ham asosiy kirish qismi. Faqat xonalar ta'mir talab ekan, unchalik ko'p rasxod ketmasligi mumkin. Xonamiz metr kvadratdan ancha yaxshi.